Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Bugungi sanamiz 2026-yil 8-mart sanasi. Dorilarni sepib suvlaganimizga ham bir haftacha bo'ldi mana. Pomidor ko'chatlarimizning holati yaxshigina o'sdi. Shundan beri suvladim, suvlaganimdan keyin ertasi kuni yomg'ir yog'ib, kecha bugun isiyapti-da. Faqat bulutli kun bo'ldi. Tomiri chirib ketmasa bo'ldi deb xavotir oldim. Endi yo'q, lekin yaxshi, alhamdulillah. Barglari hali o'sha chapparilgan, pastki barglari yopilib qolgan. Shunday holatlar kuzatilyapti. Siz bilan biz bitta ko'chatni olib video qilyaptim. O'sha ko'chatni bir amallab mana topdim. Manaki esingizda bo'lsa, mana shunday rangi bor edi, belgisi. Mana shu ko'chat. Hosillari kattargan shu paytda ko'rmagandi hosili. Mana shunday bo'lib kattargan. Ana hosili ham, guli ham juda ajoyib. Jamshid akaga mingdan ming rahmat, chunki tayyorlagan retsepti shu zo'r ekan, zo'r natija berdi. Qanday desangiz, mana shu gul shonalarni rozi kattardi. Poyalari ancha qalinlashdi. Gullari ham yaxshi, mana shunday ochiladigan bo'ldi. Menimcha shu sepgan dorimizda ta'siri yaxshi natija berdi. Suvlaganga qaraganda dorining effekti yaxshi bo'ldi. Mana shunday yong'oqday bo'lib qolgan, yong'oqdan kattalari ham bor. Mana shunday holatlari. Bu taraf o'zim tayyorlagan ko'chatdan juda o'sib ketganligi sababli buni bachkalarni olib jipga o'rab chiqyapmiz. 8-mart sanasidagi pomidorlarimizning holati mana yong'oqday, katta yong'oqday. Qo'lim bilan ushlab ko'rsatyapman. Shundan farqlab olaveringizlar qanday kattaligini. Gulshonalari ham ko'paygan, yaxshi katta bo'lyapti. Menga juda yoqdi bu retsept. Yana bir tayyorlagiday retseptim bor, dorilarim bor. Shuni yana bir sepish niyatim bor, nasib inshaalloh. Mana shunday holatlari